Siz hech kimga yaxshi ko'rinishga majbur emassiz. Odamlar sizni yaxshi ko'rishga ham majbur emas, lekin siz o'zingizni sevishingiz kerak. Insonlarga o'zingizni yaxshiligingizni hech qachon isbotlamang. Bilmaydigan odam baribir bilmaydi. Hayotda 3 ta narsa odamlarda uchrar ekan. Birinchisi ota-ona, ustozlar, o'rgatuvchilar, ular maslahat beradi, bizga hayotda qanday yashashni, hammasini o'rgatadi. Ikkinchisi esa sizni haqorat qiladigan odamlar, kamsitadigan, pul tomonidan aldab ketadigan odamlar. Uchinchisi esa mukofot, sizga yaqin bo'lgan insonlar, ota-ona, farzandlaringiz. Mana shular. Ikkinchisi esa eng asosiysi bo'lar ekan. Ular sizning hayotda kuchli bo'lishingizga yordam berar ekan. Qattiq oyoqqa turish, qiyinchiliklarga kurashish, sinmaslikka olib keltiradi. Hech narsa bu dunyoda osonlikcha erishilmaydi. Hozir sizga qiyinmi? Demak, shu qiyinchiliklardan o'tib yana ham kuchli bo'lishingiz kerak. Siz bilan birov so'rashyaptimi, yaxshimisan, qalaysan deb, har doim men zo'rman, men chotkiyman deb aytib, yoqtirmayman shunaqa noliydigan odamlarni. Bir xillar bilan odam so'rashsa, bo'ladi, unchalik emas. Yaxshimisiz, sog'ligingiz qanday desa, bo'ladi, kasalman deydi-ku, o'shalar boshqa kasaldan ham chiqmaydi, uroveni yaxshiga ham chiqmaydi-da. Yoqtirmayman shunaqa odamlarni, bilmayman. Men birov bilan so'rashganda, menga birov qandaysan deb aytsa, o'sha odamning kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Chotki o'zingiz qandaysiz, ishlar tikkami debda, uje savobga qolasiz. Kimdir uje kayfiyatini ko'tartirsa. Menga o'xshab, mana shu yerda ishlaydigan opalar bor. 78-yil, 77-yil, o'shalar bilan inakda telefonlashib tursak, qandaysiz, yaxshimisiz, asal qiz, katta bo'lyapsizmi deb qo'yaman. Ular ham xursand bo'ladi. Ular xursand bo'lganiga men ham xursand bo'laman-da. Men ertalab turib, har kungi qiladigan obratlarni qilib, kiyinib, chiroyli kiyinish deganda qimmat kiyinish degani emas. Shu bor kiyimda ham chiroyli qilib, akkuratni, toza, utiklangan kiyimlarni, toza oyoq kiyimlarda kiyib chiqsangiz, o'zi qanaqa mazada, odamning kayfiyati ko'tariladi. Butun yer sharida hech qanaqa xunuk ayol yo'q. Faqat o'ziga qaramaydigan, o'zini sevmaydigan ayollar bor. Mayli baltushka bo'lib, rosa ko'p gapirdim jonlaringga tegib. Xullas, meni bugun zakazim bitta. Rossiyada bayram bo'lgani uchun ko'pchilik uyda dam olishyapti. Bu klientim bechora har kuni kelsam ham kelaver deb aytadi. Uyga kelib shunaqa yig'ishtirishni boshladim. Bitta zakazim bo'lgani uchun oynalaringni yuvib beraymi desam, ha, yuv dedi. U ham xursand, men ham xursand. Oynalarni yaltiratib yuvib berdim. Ayam bilan, Babiljonim bilan gaplashganda oyna yuvyapman desam, hamisha qo'rqib turishadi. Voy, nechinchi etaj deb, birinchi etaj deb qo'yaman, har doim xavotir olmasin deb. Bu klientimning uyi 24-etaj, voy, atmosferani qaranglar. Lekin vashcha qo'rqaman men bolalar bilan shunaqa joyda turishgacha. Podzemni xodga tushsam, ikkita bolacha shunaqa chiroyli muzikachalar chalib o'tiribdi. Erim metroda kutib oldi. Sevishganlarda ikkalamiz ketdik uyga qarab. Uyga har kuni bir narsa kerak, yana kirib ovishlarni oldik. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Yoqmaganlar 5 kommentariy o'tkazib yuboring.